Avvalambor assalomu alaykum. Bu videomizda biz Excel'da bir katakda joylashgan ma'lumotlarni qanday qilib tez va oson bir necha kataklarga bo'lib chiqish usulini ko'rib chiqamiz. Demak, jadvalimizda joylashgan mijoz familiya ismi sharif qismini biz 3 ta katakka bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun birinchi katakni belgilab olamiz hamda undagi ma'lumotlarni birin-ketinlik bilan kataklarga joylashtirib chiqamiz. Ya'ni familiya qismiga mijoz familiyasini, ismi qismiga mijoz ismini hamda otasining ismini joylashtirib chiqamiz hamda familiya ustunimizni jadval oxirigacha tanlab olamiz hamda Ctrl+E tugmasini bosib chiqamiz. Keyingi qismimizdan xuddi shunday ismi qismini tanlab olamiz hamda Ctrl+E tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bir necha soniyalar ichida biz bir katakdagi ma'lumotlarni mana 3 ta katakka alohida ajratib oldik. Bundanda qiziqarli hamda foydali ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, bizning kanalimizga obuna bo'ling hamda videolarimizga like tugmasini bosishni unutmang.